Assalomu alaykum Ali Muxtar kanali boshlig'lari. Bugun sizlarga yana bir Captiva mashinani ko'rsatib o'taman. Ichida so'raganlar uchun Captiva 4 so'raganlar uchun Ege'dan Captiva 4 chiqdi. Ichidani o'zi. Mashinani ko'rsatib boshlashdan oldin bir narsa aytib o'tmoqchiman. Kommentariyaga so'kib yozib o'tirganlar bor. Kommentariyada ko'p hamma emas, bir ikkisi bor o'zi. Kimligini ham bilaman. Telefon nomerimni yozib qo'yibman. Telefon gap so'zing bo'lsa mayt deb yozib qo'yibman. O'sha yerga chiqarib qo'yaman. Noda yozganlarni, kimligini. Meni kuzatib, like bosib, podpishka $1. Atpit yozib qo'yinglar, yozsa shunday. Yaxshi. O'zidan ko'rsinda. No endi yozadigan bo'lsa, videodan ham aytib o'taman. Yozadigan bo'lsanizlar, shuni so'kib yozadigan bo'lsanizlar, telefon nomerim bor. Telefonim var. Endi mana so'kib turibdi. Mashina egasini emas-da. Mashina egasini so'ksalar, mana hech narsa emas-da. Endi mana so'kib turgani uchun men отдельный videoda aytib turibman shuni. Telefon nomerimni yozib qo'yibman. Telefon nomerimni atib yozib qo'yibman. Telefondan yuzma-yuz gaplashib bor. Agar gaplashib bilsang. Mashinamiz 2017-yilning 26-dekabrida chiqqan ekan. Почти 18 desak bu arada. Endi esetdan o'zi 17-18 chiqqan. Mashinamiz bir qo'l mashina. Chexollarni giyib, taxlaq qo'yib qayda birgan ekan egasi. Probekini ayakdan ko'raveramiz. Kraskalar родной. Tak. 2017-yilda ishlab chiqarilgan 93.000 probek bo'libdi. Do'stlar, 93.000 probek yurgan, uylardan nelar chasalib turibdi. Torpeda chexollari, sideniyaga chexollar kelingan, poliklari bor. Levom ham tashlab ekan buni. Молодец. Kegisi top-toza bo'lib turadi-da. Tak, ishlarning holati ajoyib. Hech qanday даже himsizlik ham shart emas, toza turibdi ekan. Patolog holatlar ham toza. Arkasini poliklari sideniyaga yatırib qo'ysa, to'shab qo'yarasizlar. Detski sideniyalar turibdi yana. Yatırib qo'yarasizlar yana. Bu mashinamiz 2017-yilda ishlab chiqarilgan 93.000 probek bilan 2018 почти, shuncha 2017 26-dekabrda chiqqan ekan. Ichidani o'zi 2.4lik motorda bo'ladi. 50 tortadi bularni. Ko'rib turganingiz, kraskalari 100% toza. Puli necha shunda? 270 million so'm aytib turibdi, kelishib qaytib beriladi. 270 ga berilmaydi do'stlar. 270 desa, o'dan qadar qaytib kelishib beriladi. Bu esidani o'zi bu. Captiva 4 ni o'zi. Ko'rib turganingiz, dim yomonidan bu. Captivalarning ichida. Egasini nomerlarini pastga yozib qo'yaman. Telefon bilan bemalol gaplashib ko'rib olasizlar. 2.4 motorda bo'ladi. Benzindan axang bu. Benzindan axir. Benzinda yurgan. Egasini nomerlarini pastga yozib qo'yaman. Telefon gaplashib ko'rib olasizlar.